Wow, yengil 3D monitor va faqatgina ko'zlaringizni aks ettirish uchun qo'rqinchli, lekin nima bo'pti? Hech bo'lmasam futuristik ko'rinadi. Shunchalik futuristikki, kuchli M2 chipga yana bitta qo'shimcha to'g'ri keladi. Bu shlemdagi displey nafaqat OLED, balki 23 million piksellik ulkan ajrimni ham o'zida jamlagan. Bu shlemda hattoki sevimli o'yinlaringizni ishga tushirishingiz mumkin. Nima? Fotolar? Bu nima? Wikipediyaga to'liq sho'ng'ish uchun eng zo'r shlemmi? Ha, yo'q, mana DualSense. Hozir o'yinlarni ko'rsatadi. Nima? Bu qanday mobil o'yin? Tushunmadim. Bu hali 3D ham emas-ku, faqat katta ekranda. Ha, bolalar, ko'rinadiki, bu shlem boboylar uchun. Bu yerda 3D faqat nevaralarni suratga olish va keyin to'liq sho'ng'ishda tomosha qilish uchun. Yana keksa odamlarda tugmalar bilan muammolar bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ular yo'q. Qo'llar, ko'zlar va hatto ovoz bilan boshqarish mumkin. Siri, Gadget Pro'da Telegram kanaliga kirgan, u yerda Ramazon aksiyasi bo'lyapti. 10% dan 50% gacha chegirmalar bor. Notebook xarid qilmoqchiman. Ha, va bularni barchasi ishlashi uchun cho'ntagingizda simli powerbank olib yurishingiz kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Vision Pro qariyalar uchunmi yoki manada Sherpami? Fikringizni izohlarda qoldiring.